IELTS writingda insholaringiz qanaqa baholanishini bilasizmi? Bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'ring va IELTS writing sirlarini kashf qiling. Assalomu alaykum hammaga. Men Jo'rabek Sanoqulov, IELTS 9 va writing qismidan 3 marta 8.5 ni qo'lga kiritganman. Ko'p yillik karyeram davomida yuzlab o'quvchilarga IELTSning writing qismidan 7, 7.5 va hattoki 8 olishlariga yordam berganman. Ushbu videoda kandidat tomonidan yozilgan essega baho berishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Savolimiz quyidagicha. Some people think that it's better to learn the way people lived in the past through films and video records than written documents. To what extent do you agree or disagree? Demak, savolimiz agree-disagree savoli ekan va savolimizni analiz qiladigan bo'lsak, qisqacha mazmuni o'sha video materiallar yozma materiallardan yaxshiroqmi degan savol ketyapti. Demak, savolimizni qismlari bor, ya'ni kandidatimiz tushuntirishlari shart bo'lgan qismlari, ya'ni o'sha video materiallarni yaxshiroq ekanligini tushuntirishlari kerak yoki yomonroq ekanligini va video materiallar haqida ham gap ketishi kerak bo'ladi. Mana bu savolimizni qismlari hisoblanadi. Demak, essega baho berish uchun maxsus rasmiy baholash mezonidan foydalanishga harakat qilaman. Bu yoqdagi mezondagi shartlarni sizga qisqacha mazmunini tushuntirib berishga ham harakat qilaman. Demak, boshladik. Xo'p, savolimizni analiz qildik. Ana endi introductionni o'qib, baho berishni boshlaymiz. It's widely believed that using films and video records is more efficient to learn about the ways people used to live in the past than relying on written materials. Umuman olganda yaxshi paraphrase qilingan, lekin kichkina xatolar ko'zga tashlanyapti. Birinchidan mana bu learn so'zini yoza olmaganlar kandidatimiz. Bundan boshqa xatoni ko'rmayapman. Umuman olganda paraphrase yaxshi bo'ldi. Although written documents can depict everyday life, everyday so'zini noto'g'ri ishlatganlar, in a reliable so'zini yozishda xatolik. Way, random punctuation. I believe that visual content is more efficient to reveal the past lifestyles than written records. Xo'p, umuman olganda introductionimiz juda ham yaxshi yozilgan. Introductionda ishlatilishi kerak bo'lgan elementlar bor. Ya'ni kandidatimiz savolni bizga tanishtirdilar paraphrase qilish orqali va berilgan savolga o'zlarini positionlarini, ya'ni fikrlarini bildirib o'tdilar. Xo'p, bu albatta yaxshi narsa. Lekin ko'rib turganingizdek, kichkina xatolar ko'zga tashlanyapti va bu xatolar ayniqsa bizda o'sha so'zlarni ishlatish bilan bog'liq xatolar hisoblanadi. Demak, learn so'zi noto'g'ri yozilgan, everyday so'zi qo'shib yozilishi kerak sifati bo'lishi uchun va reliable so'zini yozilishda ham xatolikka yo'l qo'yilgan. Lekin bu xatolar juda ham katta va jiddiy xatolar hisoblanmaydi va ballingizga deyarli ta'sir qilmaydi. Juda ham kam holatlarda uchrasida. Qani ko'ramiz kandidatimiz keyingi paragraflarda nima qiladilar. Xo'p, boshladik. The primary advantage of written materials is that they are more reliable than movies and video episodes. Juda ham yaxshi topic sentence berilgan bu yoqda va yaxshi so'zlardan foydalanganlar. The primary advantage. Juda ham yaxshi so'z. Lekin video episode so'zi ozgina g'alati eshitilyapti, chunki video episode so'zi bu o'sha serialni bitta qismini odatda nazarda tutadi va bu yoqda noto'g'ri ishlatilgan. They were written by historians or the people who witnessed the real events. Juda ham yaxshi o'sha qanaqa reliable ekanligini kandidatimiz bizga tushuntirib berishga harakat qilyaptilar. Bu materiallar o'sha o'z ko'zi bilan ko'rgan odamlar tomonidan yoziladi deb supporting idea beryaptilar. Such people were not allowed to include any false information or make changes in historic documents. Xo'p, bu odamlar yana o'sha supporting idea ketyapti va bu juda ham zo'r. O'sha ideamiz har bitta gapdan keyin oldinga siljib boryapti. Bu albatta juda ham zo'r hisoblanadi. Xo'p, their work bo'lish kerak. Menimcha yana spellingda xatolar uchrayapti. Was monitored and bo'lish kerak. Menimcha yana xato. Checked by the authorities. They were harshly punished for any error and false content. Va yaxshi so'zlardan foydalanildi. Harshly punished, false content. Juda ham yaxshi ishlatilgan. Lekin men bu ikkita gapimiz
ozgina nima virgul bilan bog'lab ketilgan va bu menimcha ozgina g'alati tuyulgan. Nuqta bo'lishi kerak bu yoqda. In this perspective, in this perspective degan so'z yo'q ingliz tilida. From this perspective to'g'riroq bo'lgan bo'ladi. Written materials can bring more reliable data. Xo'p, umuman olganda paragrafimiz juda yaxshi yozilgan. G'oyalarimiz oldinga siljayapti, ya'ni g'oya rivojlanyapti. Bu juda ham yaxshi narsa. Lekin yana o'sha birinchi introductionimizda uchragan xatolar yana takrorlanyapti, ya'ni so'zlarni ishlatish bilan bog'liq xato va so'zlarni to'g'ri yozish bilan bog'liq xatolar uchrab turibdi. Undan tashqari repetitive, ya'ni birinchi gap bilan oxirgi gapimiz deyarli bir xil. Bu aslida yomon narsa emas, lekin iloji boricha paraphrase qilishga harakat qilishimiz kerak. Kandidatimiz paraphrase ni juda ham yaxshi bajara olmabdilar, chunki yana reliable degan so'zlardan foydalanibdilar. Xo'p, lekin bu juda ham katta xatolik emas. Keyingi paragrafga o'tamiz. However, films and video episodes can be more efficient to make people aware of daily life in the past. Xo'p, o'zlarini fikrlarini aytish boshladilar kandidatimiz va o'sha however so'zidan foydalanib kontrastni ko'rsatyaptilar va bu juda ham yaxshi. Bu o'zlarini fikrlari ekanligini biz ko'rib turibmiz, chunki o'sha comparative adjectivedan foydalanilgan bu gapda. Hop, the main benefit is juda ham zo'r bog'langan, e'tibor qiling, the main benefit. Zo'r bog'ladilar mana bu birinchi gapga ikkinchi gapimizdan. Is that they are made in a colorful image which makes the content more appealing. Hop, yana spellingda xato, appealing so'zini to'g'ri yoza olmabdilar. They referencing ishlatilyapti, bu juda ham yaxshi, ya'ni video episodes yana noto'g'ri ishlatilgan. Filmsni nazarda tutyaptilar. Xo'p, yana g'oya berildi, ya'ni kinoni contentni yana ham yoqimliroq qilar ekan. Xo'p, qani g'oyamiz oldinga siljaydimi, ya'ni rivojlanadimi? When people watch them, okay, they are fascinated by vivid colors of traditional outfits, how castles and palaces looked like. Xo'p, yaxshi g'oya. O'sha ko'rganda rasmlarni, o'sha qanaqa kiyimlar, o'sha atrofdagi narsalar qanaqa bo'lganligini yana ham yaxshiroq tushunib oladi deb g'oyani beryaptilar va grammatikaga e'tibor qilamiz. Grammatikada juda ham zo'r foydalanilgan when strukturasi, murakkab strukturasi ishlatilgan. This would va e'tibor qiling, yana referencingdan bog'lab birinchi tepada ko'rsatilgan ideyani ikkinchi ideyamizga bog'layaptilar. Juda ham ustalik bilan foydalangan. Menga juda ham yoqdi va shu narsani siz ham iloji boricha qilishingiz kerak bo'ladi. This would enable them to have a wider imagination. Have a wider imagination? Yana g'alati eshitilyapti. Menimcha ingliz tilida wider imagination degan fraza yo'q. Bu ko'proq o'sha o'zbek tilidagi kengroq tasavvur degan frazaga o'xshab ketyapti. Ya'ni bu tarjima qilingan va katta ehtimol bilan xato ishlatilgan. About what life was like in ancient times. Yana spellingda xatolar uchrayapti. The presence of sound is another benefit of videos and films. Juda ham zo'r, to'g'risi menga juda ham yoqdi mana shu jihati. Ya'ni bitta g'oyani ikkinchisiga juda ham sezdirmasdan tabiiy usulda bog'laganlar. Another so'zdan foydalanib, ya'ni substitution, referencing qilib juda ham zo'r bog'langan. Va bu sizni coherence and cohesion bag'ingizni yaxshiroq bo'lishiga hissa qo'shadi albatta. For example, the characters imitate the speech of the people living in the medieval ages. Yana menimcha spellingda hatto medieval so'zi menimcha bunaqa yozilmaydi. By using Old English, providing people information about the linguistic features of that period. Linguistic features zo'r so'z, lekin providing strukturasi ham zo'r ishlatilgan, ya'ni present participle. Lekin provide so'zini ishlatilishi bilan bog'liq xato bor. Provide with bilan ishlatiladi. Provide somebody with something of that period. This can be beneficial to find out the English language changed. Yana nimadir tushib qolgan. How so'zi tushib qolgan bu yoqda. How the English language changed and developed through centuries. Umuman olganda yaxshi development bo'ldi, lekin kichkina kamchilik birdaniga qarang. Sound deb turib, birdaniga Englishni aytib ketdilar. Menimcha orada nimadir tushib qoldi. Ya'ni language ga ishora qilayotganliklarini menimcha
orada aytib ketishlari kerak, a? Misol uchun aytishlari mumkin, sounddan foydalanadi. Ya'ni sound deganda nimani nazarda tutyapmiz? Tabiiyki, bu yoqda o'sha sound deb kandidatimiz o'sha kinodagi karakterlarni bir-biri bilan suhbatlarini, dialoglari, monologlarini nazarda tutyaptilar. Menimcha o'sha narsani qo'shish g'oyani yanayam silliqroq bir-biriga bog'lanishini ta'minlagan bo'lar edi. Lekin menimcha juda ham vahimali xato emas bu. Xo'p, umuman olganda yana o'sha g'oyalarni rivojlanishi, g'oyalarni bir-biriga bog'lanishi, gapda bir-biriga ideyalarni bog'lanishi bo'yicha bu paragraf juda ham kuchli yozilgan. Lekin yana o'sha birinchi introductionda, birinchi paragrafda bo'lgani kabi vocabulary ishlatilishi bilan bog'liq xatolar talaygina. Xo'p, conclusion'ni o'qiymiz. In conclusion, I believe that movies yana so'z noto'g'ri yozilgan, are better sources to learn about the life in the past. Xo'p, yana spelling bilan bog'liq than written records. Xo'p, conclusionimiz yomon emas, lekin yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Va albatta buni men sizga hozir video oxirida o'rgataman. Xo'p, ana endi baholashga keladigan bo'lsak. Xo'p, 4 ta kriteriya bo'yicha baholaymiz. Baholash mezonida e'tibor qilsangiz bizda task response bor, coherence and cohesion bor, lexical resource, grammatical range and accuracy bor. Demak, task response bu nimani baholaydi? Task response bu o'sha savolga siz qanchalik to'g'ri javob berganingizni tekshiradi. Xo'p. Task response. Xo'p, men o'ylashim bo'yicha bu essayimiz task responsedan bemalol 7 ni yeta oladi. Xo'p, nima uchun degan savol bo'lishi tabiiy. Demak, task response 7 ga qarab chiqamiz. The main parts of the prompt are appropriately addressed. Xo'p, the main parts of the prompt degani o'sha savolni men sizga boshida aytgan qismlari, savolda muhim qismlari bo'ladi. O'shalarni siz har doim gapirishingiz kerak. Gapirmasangiz tabiiyki past baho olasiz. Ya'ni o'sha video materiallarni yozma materiallardan yaxshi ekanligini writerimiz to'liq tushuntirib berdi va albatta example'lar berildi. O'sha nima uchun yaxshi ekanligi, qanaqa qilib zo'rligi ochib berildi. Bemalol aytsak bo'ladi, asosiy qismlari javob berildi. A clear and developed position is presented. Position degani bu o'sha savolga berilgan javobni qanchalik aniq yoki noaniq ekanligi. Biz ko'rishimiz mumkinki, writerimiz, kandidatimiz juda ham zo'r mana o'zlarini pozitsiyalarini berdilar. Essayni o'qib turib, men tushunamanki, writerimiz bu fikrga agree bo'ldilar, ya'ni bu fikrni qo'llab-quvvatladilar. Chunki mana nima uchun yaxshi ekanligi ikkinchi qismda ochib berilgan. Xo'p, to'g'ri, nima uchun written documentlar reliable ekanligini ham aytib o'tganlar. Bu umuman noto'g'ri narsa emas, lekin umuman olganda writerimiz agree ekanliklarini biza introductionda, ikkinchi paragrafda va hattoki conclusionda ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, ana endi uchinchisi, main ideas are extended and supported. G'oyalar rivojlantirilgan, nima uchun reliable ekanligi ochib berilgan va nima uchun o'sha yozma materiallardan ko'ra video materiallar yaxshi ekanligi example'lar bilan, supporting idealar bilan tushuntirib berilgan. Xo'p, lekin mana bu joyga e'tibor qiling. But there may be a tendency to overgeneralize. Aynan mana shu qismi ham bor writerimizni ishlarida. Overgeneralize degani nima? O'ta extreme, haddan ziyod nima confidence bilan aytib yuborish birorta ma'lumotni degani. Misol uchun, aynan mana shu qismida menimcha overgeneralization kuzatilishi mumkin. Yana qarang. They were harshly punished for any error. Aytayaptilar, har qanaqa xato uchun ular qattiq jazolangan. Menimcha har doim ham tarix davomida bunaqa bo'lmagan. Xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin har doim ham qattiq jazolanmagan bo'lishi mumkin. To'g'ri, jazolangan paytlari ham bo'lgan, lekin men o'ylashimcha jazolanmagan paytlari ham bo'lgan. Va shuning uchun ozgina bu overgeneralize qilib yuborganlar, bo'rttirib yuborganlar. Shuning uchun bu juda ham katta xato emas. Aslida mana band 7, ya'ni 7 olishingiz uchun ham shunaqa xatolar qilishga kriteriya qo'yib beryapti. Xo'p, ana endi coherence and cohesionga o'tadigan bo'lsak. Coherence and cohesion bo'yicha bu essayimiz bemalol
7 va hattoki 8 ga ham juda yaqin turibdilar. Menimcha lekin baribir 7 olsalar kerak. Nima uchun? Tushuntirib beraman. 7 ga qaraymiz yana. Information and ideas are logically organized and there is a clear progression throughout the response. Xo'p, demak, idealar logically organized qilinganligi. Birinchidan, o'zlari qo'shilmagan tomon birinchi paragrafda yozildi, o'zlari support qiladigan tomon ikkinchi paragrafda ko'proq yoritib berildi. Bu albatta yaxshi. Va yana boshida aytganim, har bitta g'oyadan keyin, har bitta yoziladigan gapdan keyin hattoki o'sha ideyamiz oldinga qarab bizga to'liqroq shaklga kelib boryapti. Bu o'sha progression, rivojlanish borligini bizda ko'rsatadi. Ikkinchidan, a range of cohesive devices including reference and substitution is used flexibly with some inaccuracies or some over or underuse. Xo'p, demak, range of cohesive devices. Cohesive devices degani bizda o'sha g'oyalarni va hattoki paragraflarni bir-biriga bog'lash uchun yordam beradigan til birliklari hisoblanadi. Xo'p, writerimiz juda ham yaxshi foydalandilar. Bitta ikkita xatolari bor. Misol uchun, referencingdan foydalangan joylari mana this deb foydalandilar ham, yoki mana they deb referencingdan foydalanyaptilar. Undan tashqari o'sha cohesive device'lar bor, mana however deb kontrastni ko'rsatish uchun to'g'ri ishlatdilar, in conclusion deb summary qildilar. Undan tashqari mana yana aytaman, referencingdan juda ham yaxshi foydalandilar. Bitta qilgan xatolari mana bu in this perspective degan so'zni xato ishlatdilar. Lekin bu juda ham yana vahimali xato emas. Menimcha ko'z yumsak bo'ladi bunga. Bemalol shuning uchun menimcha 7 oladi deb aytaman. Undan tashqari, paragraphing is generally used effectively to support overall coherence and sequencing of ideas within a paragraph is generally logical. To'g'ri, bunda ham 7 deb bemalol aytsak bo'ladi. Bu kriteriyamiz ham to'g'ri deb aytsak bo'ladi. Chunki paragraflardan to'g'ri foydalanganlar birinchidan o'sha essay klassik 4 ta paragraf shaklida, ya'ni introduction, 2 ta asosiy paragraflar va conclusiondan tashkil topgan. Bu juda ham yaxshi. Undan tashqari, topic sentencelari gaplarni boshida aniq-tiniq bo'lib turibdi va topic sentencedan keyin supporting idealar bir-biriga ulanib, bog'lanib ketyapti. Va bu juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Shuning uchun bemalol coherence and cohesiondan 7 oladi deb aytsak bo'ladi. Ana endi lexical resource. Menimcha eng kuchsiz tomoni essayni bu shu lexical resource hisoblanadi va bunda men o'ylashimcha kandidatimiz 6 ballni oladilar. Nima uchun? To'g'ri, essay davomida yaxshi so'zlar ishlatilgan, mana qarang. The resource is sufficient to allow for some flexibility and precision. Zo'r precision ishlatilgan. Misol uchun primary advantage, harshly punished, false content, vivid colors, traditional outfits, the presence of sound, linguistic features bor-u, e'tibor qiling, 7 ga tortishga juda ham yaqin-u, lekin e'tibor qiling, men bu joyda menda problema bor. Ya'ni there are only a few errors in spelling. Menimcha bu kandidatimizda only a few emas. Only a few degani juda kam, deyarli yo'q degani. Lekin kandidatimizda bu essay davomida o'sha spelling xatolari, so'zlarni to'g'ri yozish bilan bog'liq xatolar va shu bilan birga so'zlarni aniq ishlatish bo'yicha xatolarimiz talaygina. Shuning uchun bu kriteriyadan, ya'ni lexical coherence and cohesiondan, lexical resourcedan kandidatimiz 6 ballni qo'lga kiritdilar. There are some errors. Endi bu talaygina ma'nosida ishlatiladi. 5 demayman, chunki e'tibor qiling, 5 ta aytyapti. Noticeableligi aniq, lekin qarang, may cause some difficulty for the reader. Ya'ni xatolari bo'lishiga qaramasdan, ya'ni spellingda xatolari bo'lishiga qaramasdan, menda o'quvchimizni, kandidatimizni tushunishda hech qanaqa muammo kuzatilmadi. Shuning uchun 5 demayman, 7 deya olmayman va tabiiyki bu kandidatimiz lexical resourcedan 6 ni qo'lga kiritadilar. Xo'p, endi savol tug'iladi, tabiiy bu narsa. Qanaqa qilib spellingni to'g'rilasak bo'ladi? Xo'p, birinchidan shoshib yozganda hammada xato bo'ladi. O'sha 9 oladigan odamda ham, 5 oladigan odamda ham, 7 oladigan odamda ham spellingda xatolar uchrab turadi.
va bu narsani oldini olish uchun oldini olishni bitta yo'li tezroq esseni yozib tugatib, iloji boricha 5-10 daqiqa qoldirishingiz kerak bo'ladi, tekshirib chiqish uchun xatolaringizni. Chunki men bu main life in degan joyi yoki movies so'zi, hop medieval so'zini bilmasligingiz mumkin. Ancient times, appealing so'zi, there so'zi, and so'zi, bular hammasini biladi kandidatimiz. Chunki buni to'g'ri ishlatdilar boshqa joylarda. Lekin shoshganda va o'sha vaqtni chegaralanganligi sababli bu xatolarimiz to'g'rilamay qolib ketgan. Shuning uchun iloji boricha har safar writing yozganingizda 5-10 daqiqa writingda qoldirishga harakat qilishingiz kerak. Mana shu oddiy xatolarni tuzatish uchun. Hop, odatda mana shu xatolar sizni o'sha 7 yoki 7,5 yoki undan ham yuqoriroq ball olishingizdan to'xtatib turadi. Va nihoyat, bizda grammatical range and accuracy bor. Va men o'ylaymanki, grammatical range and accuracy'da writerimiz bemalol 7 ni qo'lga kiritadilar. Nima uchun? A variety of complex structures is used with some flexibility and accuracy. Xo'p, rostdan ham o'sha complex structurelar ko'p ishlatilgan, talaygina, e'tibor qiling. Misol uchun although ishlatilgan introductionimizda va to'g'ri ishlatilgan. Xo'p, complex structurelardan yana nimalar bor bizda? When ishlatilgan. Mana bu yoqda misol uchun. Bundan tashqari writerimiz o'sha modal fe'llardan, passivlardan misol uchun mana to'g'ri foydalanyaptilar. Bundan tashqari o'sha grammatikada xato deyarli ko'zga tashlanmayapti. Xatolari ham jiddiy xatolar emas. Xo'p, lekin buni 8 ola olmasligini sababi o'sha murakkab strukturalarni juda ham kamligi. Misol uchun although bor, while bor. Bundan tashqari juda ko'p o'sha murakkab strukturalarimiz yo'q. Va murakkab strukturani ishlatishda misol uchun mana how ni tashlab ketganlar, xatolar ko'zga tashlanib turibdi. Lekin umuman olganda kandidatimizda grammatika ancha yaxshi ekanligini ko'rsak bo'ladi. Va shuni hisobiga bu kriteriyadan writerimiz 7 ni bemalol qo'lga kiritadilar. Xo'p, ana endi bu essemiz overall 6,5 olgan bo'lardi imtihonda writinglarda task 2 da. Xo'p, va o'sha writerimizni 7 dan to'xtatib turgan bitta narsa, yagona narsa, men o'ylashim bo'yicha bu spellinglarida bo'lgan xatolar hisoblanadi. Mana shu xatolarni bartaraf etadigan bo'lsa, kandidatimiz bemalol 7 yoki 7,5 ni ham qo'lga kiritishlari mumkin edi. Xo'p, ana endi bonus sifatida sizga men xuddi shu essayni band 8 yoki 9 ga aylantirishga harakat qilaman. Ya'ni xuddi shu savol writerimizni ideyalarini olib turib va iloji boricha writerimizdan ko'proq narsani olib turib, kerak bo'ladigan joylarga o'sha lexical change'lar, grammatical change'lar kiritib, kerak bo'ladigan bo'lsa ideyalarni develop qilish uchun gaplar kiritib, shu essayni sizga yuqoriroq ball oladigan qilib beraman. Xo'p, demak, essayni yozib tugatdim va hozir qanaqa o'zgarishlar kiritganimni sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Asosiy o'zgarishlar albatta bu o'sha birinchi navbatda lexical resource'da, ya'ni iloji boricha murakkabroq va tabiiyroq, aniqroq so'zlarni ishlatishga harakat qildim. Ikkinchi navbatda grammatikada o'zgarishlar bo'ldi, ko'proq xilma-xillik qo'shishga harakat qildim va uchinchidan ideyalarni develop qilishda, g'oyalarni rivojlantirishda ko'proq yordamchi g'oyalar, supporting ideyalardan foydalandim va to'rtinchidan ko'rib turganingizdek, essay 3 ta paragrafga aylanib qoldi, chunki iloji boricha o'sha paragraflar orasida balans paydo qilish uchun shu ishni qilishga majbur bo'ldim. Chunki men bu ikkita paragrafimni, oxirgi ikkita paragrafimni bir-biriga qo'shadigan bo'lsam, ikkinchi paragraf birinchi paragrafga nisbatan ancha uzun bo'lib ketardi va bu bizni o'sha paragraflardan skillfully foydalanadi degan band 9
kriteriyamizga mos kelmagan bo'ladi. Skillful foydalanish degani birinchi navbatda mani tushunishim bo'yicha bu o'sha paragraflar orasida balansni borligi hisoblanadi. Bitta paragraf qisqa, ikkinchisi juda uzun bo'ladigan bo'lsa, bu skillful foydalanish emas. Xo'p, demak, esseni asosiy o'zgarishlarini yana bir marta ko'rsatib o'tishga harakat qilaman, ba'zilarini. Xo'p, demak, introduction deyarli bir xil qoldi. Shunchaki qilingan xatolarni to'g'riladim introductionda, boshqa o'zgarish kiritmadim. Xo'p, ikkinchi paragrafimda o'zgarishlar bor. Xo'p, iloji boricha o'sha repetitiondan qochishga harakat qilgan holda reliable so'zini o'rniga, misol uchun, reliability deb ishlatdim va iloji boricha yana tabiiyroq va murakkabroq so'zlardan foydalandim. Written demadimda, authored by deb aytdim. Witnessed events first hand, ya'ni o'z ko'zi bilan ko'rgan degan juda ham tabiiy so'zdan foydalandim. Hop, mana undergo thorough verification processes juda ham tabiiy so'zlar, o'sha tekshirish jarayonidan o'tadi. Subject to academic and government oversight. Oversight degani o'sha biror bir narsani ustida turib kuzatib turish degani. Xo'p, reliable so'zini o'rniga sinonim ishlatdim. Xo'p, demak, were held accountable, jazolangan deyish o'rniga o'sha javobgarlikka tortilgan, ya'ni javobgar qilib ko'rsatilgan degan so'zni ishlatdim. Va in this perspective degan so'zni o'rniga, o'sha kandidatimiz noto'g'ri ishlatgan so'z o'rniga mana seen in this light degan juda ham tabiiy frazadan foydalandim. Xo'p, undan keyin e'tibor qilsangiz, bitta bog'lovchi bitta gap qo'shdim, birinchi va ikkinchi paragraf orasida. Menga bu juda ham yoqadi. Notwithstanding degan so'zni ishlatish. Notwithstanding degani bu qaramasdan degani. O'sha reliabilityga qaramasdan, o'sha ozgina xatolik ketibdi, qarang. Reliability of written documents dedik. Mana notwithstanding, ana endi to'g'ri bo'ldi. O'sha yozma manbalarni reliabilityga qaramasdan, film and documentaries have a unique ability to bring history to life in ways that written words cannot. Demak, o'sha yozma so'z qila olmaydigan usulda tarixni jonlantiradi degan gapni ishlatdik. Va bu yoqda yana o'sha lexical o'zgarishlar, vocabularyni ishlatilishida ozgina aniqlik va murakkablik qo'shib ketganman. Va mana shu o'zgarishlar bu essemizni yuqoriroq ball olishini ta'minlab beradi. Xo'p, yana grammatikada ham mana giving viewers insight, o'sha iloji boricha ko'proq present participle ni ishlatishga harakat qildim. Bu o'sha sentence structure juda ham tabiiy va o'sha darajangizning yuqori ekanligini ko'rsatib beradi va shu bilan paragraflarimiz shunaqa o'zgarishlarga ega bo'ldi, o'zgarish ko'rinishga keldi. Xo'p, va eng katta qilgan o'zgarishim menimcha bu conclusion. Conclusion o'sha original conclusionimiz, ya'ni writerimiz yozgan conclusioni bu ozgina nima qisqa va bundan tashqari tez tugab qolgan, abrupt and sudden bo'lib qolgan. Shuni oldini olish uchun iloji boricha summaryni, conclusionimizni summary qilishga harakat qildim. Ya'ni har bitta paragrafimda yozgan g'oyalarni qisqa aytib o'tdim va undan tashqari o'zimni pozitsiyamni yana bir marta qo'shib ketdim. Mana while written records remain essential for their accuracy, bu birinchi paragrafimizni summarysi hisoblanadi. Films and documentaries offer a better learning experience through powerful visuals and authentic sound. Demak, powerful visuals bu ikkinchi paragrafimizning summarysi, authentic sound esa bu uchinchi paragrafimizni summarysi hisoblanadi. Va undan tashqari oxirida bitta xulosa qilgan holda o'zimni pozitsiyamni yana bir marta takrorladim. Ya'ni shu vositalar, ya'ni ovoz va o'sha imagelarni borligi tarixni, bo'lgan voqealarni o'tmishda yaxshiroq tushunishimizga yordam beradi degan g'oyani yana bir marta takrorlab o'tdim. Demak, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Diyorbek IELTS YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Keladigan kunlarda biz yanada foydaliroq darslarni yuklashga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.